Uch-to'rt yildan beri chet elga qatnardim. Bu yerda o'z ishlarim o'xshamay turuvdi. Yoshlar yetakchisi tomonidan menga telefon bo'ldi. Prezident tomonidan yer berilyapti dedi yoshlar yetakchisi. Keyin uni eshitib yetib keldim. Boshqa yoshlar kabi men ham 15 sotik yer olib dehqonchilik qilyapman. Yoshlar yetakchisi yordamchilar olib kelib menga yordam berib bir 15 sotik pomidor ekdim. Pomidor ekib, pomidori Xudoga shukr zo'r oldi. Hisob-kitob qildim, mana shu 20 millioncha daromad qildim. Daromad qilib, undan keyin piyozga yer tayinlab, avgust oxirida keyin piyoz sepdim. Mana Xudoga shukr, piyozimiz zo'r. Hozir mana shu oxirgi oziqasini sepmoqchiman. Piyozimiz holatlari yaxshi. Mana katta-katta bo'lgan. Xudo xolasa bir 2 haftada uzog'i uzamiz bozorga. Hamma yo'g'i joyida zo'r bo'lgan. Piyozdan keyin Xudo xolasa pomidor ko'chat tayyorlab qo'yganmiz. Yana pomidorni ekamiz mana shu yerga. Bir 40-50 million atrofida daromad mo'ljallab turibman o'zim. Piyoz holati zo'r bo'lgan, palagi yaxshi. Kasali yo'q. Yoshlar yetakchisi menga shu agrotexnika bo'yicha mutaxassislar olib kelib, yordam berib, o'rgatib ketishyapti oldimga kelib. Oni qil, dori sol, o'rgatib ketishdi. Dehqonchilik qilib shu o'tgan yili skuter oldim. Ishimga yarab turibdi bu ham. Kelaman, ketaman. Suvga, boshqasiga bemalol og'irimni yengil qilyapti bu ham, sekin-sekin. Kartoshka, pomidori, badring ekib, ash mahsulot bilan shug'ullanamiz bo'sh vaqtlarda. Hozir bu kartoshka, pomidori xudo xolasa gullab, oldi o'ralashni boshladi. Kartoshkamiz xudo xolasa keyingi oyga pishadi. Badringlar uzib, yeyishni boshladik. Mana shu uyda ham mana shu mahsulotlarni ekib, shu o'zimizga kichkina bo'lsa daromadda bu ham o'zimiz uchun. Shu hali tabiiy yo'l bilan uyda yetishtirib, bozordan olmaslikka harakat qilib, uyda ham yetishtiramiz-da. Chorva bilan shug'ullanamiz. Shu bolam bor bitta. Shu bilan ham shug'ullanamiz. Sog'im. Dehqonchilik ham o'ziga yarasha bilim talab qiladi. O'ziga yarasha hali mashaqqati borda, agar bilim oshirmasak, hosildorlik u darajada kuchaymaydi. Mana shu kitoblarga qarab, shu bilim olmasak, hosildorlik kamayadi. Qancha dori, qancha mahsulot solish kerak, o'rganib, necha yuz kilo grammlargacha yozilgan. Nima sepish kerak, qanaqa paytda sepish kerak, foydalanib kelyapman. Yoshlarga yaratilayotgan imkoniyat uchun prezidentimizga kattakon rahmat.